Assalomu alaykum hurmatli tumanimiz aholisi, aziz mehmonlar, aziz yoshlar. Sizlarga yaxshi ma'lumki, bugungi kunda muhtaram prezidentimiz rahbarligida mamlakatimizda barcha sohalarda ulkan islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlarning tub mohiyati avvalo inson qadrini ulug'lash, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini ro'yobga chiqarish, xalqning tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash, turmush farovonligini oshirishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Albatta islohotlarning natijadorligini, odamlarning tinch va osuda hayot kechirishini ta'minlashda huquq-tartibot idoralarining zimmasiga katta mas'uliyat borligi ham chuqur his qilib turamiz. Joriy yilning 4 oyi davomida tumanimizning 53 ta mahallasining 51 tasi yashil mahallalar bo'lsa, ular ushbu 51 ta mahallalarda jinoyat sodir etilmagan. Bitta mahalla Qizil mahalla bo'lib, bu Kulolon mahallasi bitta jinoyat, shuningdek bitta Sariq mahalla Oqsoch mahallasida bitta jinoyat sodir etilgan. Shuningdek, oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar tumanda o'tgan yilga 3 ta sodir etilgan bo'lib, o'tgan yilga nisbatan 60% ga kamaygan. Tazyiq va zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilish borasida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilinganda 141 ta nizomli oilalar qayd etilgan, ularning 140 tasiga himoya orderlari berilgan. Himoya orderi talabani buzganligi uchun 5 ta holat qayd etilib, huquqbuzarlarga nisbatan Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 206.1-moddasi bilan ma'muriy huquqbuzarlikka oid ish qo'zg'atilib, uni mazmunan ko'rib chiqish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Qiziltepa tuman sudiga yuborilgan. Bundan tashqari, joriy yilning 4 oyi davomida 2 ta yoshlar tomonidan jinoyat sodir etilgan, 51 ta yoshlar probatsiya hisobida turadi. Shuningdek, 191 nafar yoshlar profilaktik hisobga olingan. Bugungi kunga kelib 856 nafar yoshlarimiz doimiy yashash uchun xorijiy yurtlarga chiqib ketganligi aniqlangan. Voyaga yetmaganlar borasida qilingan ishlarni tahlil qilinganda 2 nafar voyaga yetmagan shaxs hozirgi kunda tuman IIBda profilaktik hisobga turibdi. Bundan tashqari 52 nafar voyaga yetmaganlar doimiy yashash manzillaridan ota-onalarini ruxsatsiz chiqib ketganliklari uchun markazlarga keltirilgan. Shuningdek, muntazam dars qoldiruvchi 3 nafar shaxslarni darsga qaytarilish choralari ko'rilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 3-21-yildagi voyaga yetmaganlarni ijtimoiy himoya, huquqiy yordam ko'rsatishni yana takomillashtirish to'g'risidagi 490-sonli qaror ijrosi yuzasidan 5 nafar voyaga yetmaganlarni ijtimoiy himoya ko'rsatish markazlariga olib kelingan. Bolalar masalalari bo'yicha Qiziltepa tuman komissiyasiga joriy yilning o'tgan davrida 9 ta taqdimnomalar kiritilgan. Ta'kidlab o'tish kerakki, o'tgan davrda barcha davlat va nodavlat idoralar xalqimiz bilan birgalikda barcha sohalarda qonuniylikni mustahkamlash, jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash borasida muayyan ishlar amalga oshirilib borilmoqda. Eng muhimi, bugungi kunda to'la ishonch bilan qayd etish mumkinki, tumanimizda huquq-tartibotni mustahkamlash nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi organlar, balkim keng jamoatchilikni ham umummilliy ishi va muhim vazifasiga aylandi. Korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashining kengaytirilgan majlisida muhtaram prezidentimiz ham kelgusida dolzarb va muhim vazifalarni belgilab berdilar. Shu nuqtai nazardan tegishli idoralar va keng jamoatchilik bilan hamkorlikda quyidagi tadbirlar amalga oshirilib borilmoqda. Albatta, bu vazifalarni bilimli, tashabbuskor, sadoqatli va bugungi islohotlar natijasiga daxldorlik hissi bilan yashaydigan xodimlar korpusi bilangina samarali amalga oshirish mumkin. Shu bois xodimlarning bilimi, dunyoqarashi, ongi tafakkurini rivojlantirish, ma'naviy salohiyatini yuksaltirish choralari izchil davom etib bormoqda. Aziz yurtdoshlar, albatta tumanimizda jinoyatchilik va korrupsiyani oldini olish, umuman barcha sohalarda qonuniylik ta'minlash. Biz prokuratura organlari xodimlarining avvalo sizning xayrixohligingiz, hamjihatligingiz va ko'magingizga tayanamiz. Agarda har bir fuqaroni jonajon vatanimizni jinoyatdan, korrupsiyadan xoli, tinch va xavfsiz o'lkaga aylantirishga o'z hissasini qo'shsa, barchamiz bir tanu bir jon bo'lib birgalikda kurashsak, ko'zlagan maqsadga albatta erishamiz. Qonunlarga qat'iy rioya etish, o'zgalar huquq va sha'ni, qadr-qimmati, mol-mulki daxlsizligini hurmat qilish ham qonuniy, ham insoniy burchimiz ekanligi doimo yodda tutishimiz kerak. Aziz yurtdoshlar, kelinglar, qonun ustuvor, adolat hukmron bo'lgan jamiyatni birgalikda barpo etaylik.